Mana Jondon tuman markazdagi yo'l yoqasi mana shu. Har bir yamichkalardan yurib bo'lmayapti odamlar. Mana yurayotgan mashinalar ham yo'lni chetidan harakatlanib, changib ketmoqda. Mana yo'limiz juda ham ayanchli holatlarda. Mana hamma joy ilma to'shak. Bu holva sal buyoqda yana bir 100 metr Jondor sentrida juda ham bir katta yamalar bor. Faqat yo'llardan harakatlanib mashinamiz buzilyapti. Faqat xarajat. Bizning xalqqa jabr bo'lyapti. Mana o'zlaringiz ko'ringlar-da, mana yo'l yoqasidan mashinalar o'sha 20-30 km/soatga zo'rg'a harakatlanib ketmoqda. Yo'llarni shuna chetidan haydanglar, changib ketadi. Iloji yo'q asfalt yo'ldan haydab bo'lmaydi-da mashina. Changib, mana sal tezlashsa mana bundoq chang bo'lib, tuman bo'lib ketadi ana shu tuman. Ham mashina sal sekin o'tyapti. Sal tezroq yursa tuman bo'lib ketadi.